O'zbekistonda bomba boshpanalari masalasi yana kun tartibida. Ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Patribilet.uz hamjamiyatida yangi qurilayotgan uy-joylarda bomba boshpanalari bor yo'qligi qizg'in muhokama qilinmoqda. Muhokamalar davomida ayrim qurilish brigadalari xususiy uy-joylarda bomba boshpanasi qurib berish xizmatini ham taklif qilayotgani ma'lum bo'ldi. Foydalanuvchilar esa Toshkentda 50-60 yillarda qurilgan ko'plab uylarning podvallari dastlab bomba boshpanasi sifatida loyihalashtirilganini, ammo hozir ularning aksariyati boshqa maqsadlarda foydalanilayotganini eslatmoqda. Mutaxassislar ta'kidlashicha, bunday inshootlar favqulodda holatlarda aholini himoya qilish uchun mo'ljallangan maxsus yer osti boshpanalari hisoblanadi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bunday boshpanalarni yaratish qanchalik muhim? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib, yaqinlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.